Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar, tadbirkorlar, mani zapravkachi akalarim, okaxonlarim, sizlarga bugungi videomiz manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Nima uchun desangiz, chunki har bir rivojlanayotgan davlatlarda elektromobillar tobora kundan kunga to'lib ketyapti. Elektrostansiyalar esa quvvatlagich stansiyalari juda ham kam. Buni asnosida talab, taklif, marhamat bugun sizga qanday qilib kichkinagina joyda, aytaylik sizni ko'changizda bir domda turasiz, 2 ga 2 joyda bitta stansiyani qo'yib turib, mo'maygina daromad qilish imkoniyati borligini va oldindan sizda shunaqa g'oya bo'lgan bo'lsa, o'sha elektrozapravkalar qancha bilan O'zbekistonga kirib kelishini, rastamoshka xizmatimiz hammasini taxminiy sizga hisoblab aytib beramiz. Aytaylik, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana biz undan oldin benza kolonkalar olib kelganmiz va elektrozapravkalar olib kelganmiz. Uyingizga ham qo'yishingiz mumkin. Kimgadir 8 soat to'ldirishi yoqmaydi va puli bor, bemalol kelajakda faqat elektromobil minaman deydigan bo'lsa, hovlisini bir burchagiga bu stansiyani qo'yib qo'yadigan bo'lsa, 40-30 minutda quvvatlab bemalol ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam zapravka, metan, benzin, propan, gaz egalari ham faqat mana shu yoqilg'i turlari bilan cheklanib qolmasdan elektr energiyasi stansiyalarini qo'yib turib, bemalol elektromobillarni ham quvvatlashi mumkin bo'ladi va o'ylaymanki, kelayotgan oqim yanada oshadi. Videomiz yanada maroqli bo'lishi uchun qo'lingizga bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa muzdekina sharbatni olasiz va bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, videoni boshlashimizdan oldin biz o'zimizni OLXda elektrostansiyalar qancha turishini qidiramiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Biz hech qanday tayyorgarliksiz birdaniga qidiryapmiz. Tak, endi qanday qidirishni ham bilmayman. Zapravka elektromobili. Zapravka elektromobili deymiz. Bu yerda kategoriyani qarshidan butun O'zbekistonga olamiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Stansiyada avto 8000 sotishyapti. Ultra современный elektrozapravочная stansiya, Bluesky nova versiya, tez quvvatlaydi deyapti, yangi versiyasi deyapti, xavfsiz deyapti, elektromobillarni istagan turligizda batareyaga zarar yetmasdan quvvatlab beradi deyapti. Haqiqatan sifatiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, har doimgidek skrinshot qilib olamiz. Mana bu yerda mana tamojnada sertifikatlari ham hamma narsasi bor ekan. Mashalloh, gap yo'q. Mana aka ko'rishimiz mumkin. Juda ham ochiqcha qo'yib qo'yibdi. EV Charger hissiy kodlari bilan deklaratsiya invoysi tavsiya qila olaman. Mana shu tadbirkorda ham qo'rqmasdan qo'yib qo'yibdi. Faqat bu yerda yozmagan necha kilovatligini. Bilamiz, hammasi bu kilovatga bog'liq. Mana bu ham mana bu yerda elektrическая stansiyasi 120 kilovat, 160 kilovatlik bor ekan. Narxini yozmabdilar okamiz. Mayli, yozmagan bo'lsa-lar ham bunday qilamiz. Mana bu yerda yozgan ekan. Mana pistolet GBT hajmlari yozilgan. NDS, bez NDSsiz 106 million deyapti. NDS bilan 120 million. 160 kilovatligi 120 millionga 134 million deyapti. Endi mana shuni asnosida biz endi hisoblab beramiz. Demak, hammamizga o'sha mashhur Xitoyning ichki bozori 1688 platformasi, Xitoyning tadbirkorlari aynan mana shu platformadan xarid qilishadi. Demak, biznikiga to'g'ri keladigan, o'xshaydigan aynan yo'q. Lekin biz ko'proq sotilganini e'tiborga olib o'shanisini tanlaymiz. Bu 100 tadan ziyod sotilgan. Mana sotuvchiga kiramiz. Xitoyliklar puxta aytib qo'yib, bu o'zini tadbirkorlari biladi, qaysi qayerdan qaysidan olish kerakligini, avtoriteti yaxshi. Mana buniki mana 100 deyapti, 120, 100 kishidan ziyod sotilgan ekan. Bu yerda ham mana 100 kishidan ziyod sotilgan. Mana shu tadbirkorlarni ko'ramiz mana. Birinchi shunga kiraylik. Kirib turman, bu yerda 30 kilovat, 60 kilovat, 120 kilovat mana.
120 kilovatligi 26598 yuan. O'zimizda so'mga qancha bo'lishini chaqib olamiz. 26598 yuan deb bo'lamiz 7.2 kursga 3694 dollarni tashkil qiladi. Endi bizga buni hajmi kerak bo'ladi. Hajmi esa mana bu yerdan foydalansak bo'ladi. 170 ga 75 520. Demak, 1.70 ko'paygan 0.750 ko'paygan 0.520. 0.663 ko'paytiramiz. 650 dollar kubiga 430 dollar chiqyapti. Endi 430 dollarga qo'shamiz 3694 dollarda. Plus 3694 dollar bu tan narxi edi. 4124 dollar plus 10% bizning xizmatimiz bilan 4537 dollar narx Toshkentgacha keladi. Agar bugungi kunda so'mga chaqaydigan bo'lsak, 12990 58 million 941 ming. Ha, boringki 60 million bo'lsin. O'rtada tafovut ancha katta. Endi bu 120 kilovatlik edi. Aytaylik bizga 160 kilovatlik kerak. Mana 160 kilovatlik logotiplaringizdan qo'yib beramiz, deyapti. 160 kilovatlik 39501 yuan. 39501 yuan deb bo'lamiz 7.2 ga 5486 dollar chiqyapti. Bu Xitoydagi tan narxi. Endi yo'l kirasini aytamiz. Buni 500 dollar deylik. 430 dollar chiqqanidan oldin 5986 plus 10% o'sha Ramazon aksiyasi bilan qo'shadigan bo'lsak 6584 dollar. Bugun kursga chaqaydigan bo'lsak 12990 85 million 537 ming. Ha, boringki mayli 86 million bo'ldi deb. Kichkinalardan ham ko'ring. 40 vattligi. Akmal, menga bunaqa kattasi kerak emas. Menga kichkinasi ham bo'ladi uyimga. Menga mana 7 kilovatligini qo'ygan yoki bo'lmasa 7 kilovatligini sekinroq zaryad qiladi. 20 kilovatligini qo'ygan menga bo'ladi deydigan desak ham mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. 7 kilovatlik 7398 yuan. Tak 7398 yuan deb bo'lamiz 7.2 ga 1027 dollar. Ha, yo'l kirasini olaylik 150 dollar deb yoki 150 dollar deymiz va plus 10% xizmat qo'shamiz. 1295 1300 dollar ko'paytiramiz 12990 ga 16 million 825 ming. 17 millionga nasib qilsa qo'lingizga 20 kilovatlik ham keladi. Endi 7 kilovatlik hisoblayapman chunki bu 7 kilovatli mashinani o'zida ham deyarli shu. Xullas, aziz do'stlar, shunday mana hisoblashda taxmin o'rganib oldingiz. Mana 30 kilovatlikda o'zingiz ham hisoblasangiz bo'ladi. Tepada hisoblagan forumlarga qarab turib narxi qancha ko'ryapsiz. 40 kilovatlik ham mana 10894 yuan, 60 kilovatlik mana 80 kilovatlik, 120 kilovatlik o'sha buni bilasizlar. Kattarog'ini deydigan bo'lsalaringiz ham bu yerda mana 360 kilovatgacha bor. Qancha kilovati katta bo'lsa, shuncha tez quvvatlaydi. Demak, boshqa mana bunga kiradigan bo'lsak, mana bu mana firmenniy ekan. Sotuvchining statusi katta, o'zini logotiplarini qo'ygan. Lekin taxminiy narxi shu bir xil chiqadi boshqa magazinliklar bilan. Chunki raqobatbardosh bo'lishi kerak. Mana bu yerda xitoylik do'stimiz bizga tushuntirib beryapti. Endi xitoychani tushunmaymiz, o'sha hisobga biz nima deyotganligini aytolmaymiz. Demak, bu yerdagi narxlarni mana 相信这么重能好用吗？你懂个啥？我们用的是 demak, bu yerdagi narxlar bilan mana bunday ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi, lekin bu yerda to'liq narxni yozmabdi. Qanaydir kichkina qilib yozgan. Mana bu do'konga kiraylikchi, qani. Mana bu do'konda ham mana narxlari turibdi. Qancha turishini taxminiy hammasida bir xil bo'ladi. Maniki 20 yuan, 22 yuan. O'sha bu yerda kilovatiga hisoblagan menimcha narxini. Birinchi bergan informatsiyamiz, lekin ma'lumotimiz to'g'ri.
Aziz do'stlar, agar videomizni shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, izohlarga tushib turib, aka yetib keldim, rahmat, yoki bo'lmasam keyingi safar mana bu uskunani hisoblab bering, qancha bilan tushishini deb aytadigan bo'lsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz va sizni talab va takliflaringizni inobatga olib turib, keyingi dasturimizni, videomizni xalqimizga, elimizga manfaatli bo'lishi uchun sizga yoqqan texnikalarni O'zbekistonga qancha bilan kirib kelishini taxminiy hisoblab beramiz. Shu yilning boshidan boshlangan aksiyamiz bu videoda ham davom etadi. Bizni xizmatimiz bilmaganlar uchun aytib qo'yamiz, 15% ni tashkil qiladi. Umumiy tovarni kelib tushish qiymatidan boshlab to oxirigacha 15% ni tashkil qiladi. Mana shu videoni ko'rib turib, pastdagi nomerlarga, bizni adminlarimizga Ramazon aksiyasi yoki bo'lmasa Ramazon deb murojaat qiladigan bo'lsangiz, xizmatimiz 15% emas, 10% ni tashkil qiladi. Aytaylik, siz $1000 ga bitta uskuna olib keldingiz, O'zbekistongacha, ustiga xizmatimiz $150 emas, naqd $100 ni tashkil qiladi endi. Akmal, menga xizmatning kerak emas, men o'zim buyurtma qila olaman, Xitoydan anchadan beri ish qilyapman deydigan bo'lsangiz, marhamat, Akex Cargoga murojaat qilasiz. Adminlarimiz mahsulotingizni o'lchamlarini, vaznini aytadigan bo'lsangiz, taxminan O'zbekistonga rasta moshkasi hamma narsasi bilan birga Toshkentgacha qancha bilan kelishini bizni shogirdlarimiz sizga hisoblab berishadi. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.